Mana bu $1. Ha, Amerika bayrog'i. Ana endi mana shu $1 sizlarga qancha imkoniyat keltirish haqida gaplashamiz. Xabaringlar bor, bu yildan boshlab Green Card mavsumi pullik bo'ldi. Ya'ni $1 qilib belgilandi. Hozir nima uchundir sayt ochilmayapti. Bugun уже 15-oktyabr. Bu vaqt har yil уже anketalar yarmi to'ldirilgan bo'lardi. Sababi mana shu to'lov bilan bo'lgan muammolar bo'lishi mumkin deb taxmin qilyapti hamma mutaxassislar. Green Card manaki adashmasam 30 yildan beri mavjud. 30 yildan beri har xil odamlar butun dunyo bo'yicha o'ylab yiliga 50 ming odam Amerikaga Green Card yutib keladi. Green Card sizlarga nima beradi? Amerikada yashash, ishlash, sayohat qilish, yaxshi pul topish, farzandlaring yaxshi joylarda o'qitish imkoniyatini beradi. Undan tashqari Amerika pasportiga eng tez yo'l Green Card. Ya'ni siz Green Card bilan agar keladigan bo'lsangiz 5 yilda Amerika fuqaroligini olishingiz mumkin. Amerika fuqaroligini olsangiz sizga nima imkoniyatlar, plyuslar bo'ladi? Amerika fuqaroligini olganingizdan keyin sizga hozir oldin kuchli 10 talikka kirardi. Shu yil Amerika pasporti kuchli 10 talikka ham kirmadi, lekin kuchi bor. 186 ta davlatga adashmasam bez viza kirish imkoniyatini beradi. Bu degani dunyo eshiklari ochiladi. 10-o'rinda bo'lgan taqdirda ham 180 ta hazil davlat emas, bez viza borish. Nima deymiz? Kutamiz endi ochilishini. Biz ham yaqin qarindoshlarga hammasiga Green Card o'ynaymiz, to'ldiramiz deb turibmiz. Kuzatib turinglar. Agar sayt ochilib qolsa xabar beraman, charchamanglar.